Tayyorsiz. Har doim tayyor. Mahfuza Muhsinovna. Ketdik. Ko'pchilik Instagramda ko'rdik, follikula haqida har xil savollar kelgan. Shuning uchun ularga javob beramiz. Tayyorsiz. O'zi вообще follikula nima? Umuman to'g'risi bilmayman, faqat ayollarda bo'ladi. Настолько. To'g'ri? To'xtang, shu anaqacha olib chiqib olay. Mana olib kelib oldim. Sizlarga to'liq holatda tushuntirib beraman. Follikul har bir ayol har hayz ko'rgandan keyin hayzini o'rtasida ajralib chiqadigan tuxum hujayra. Ya'ni ovulyatsiya jarayoni sodir bo'lgandan keyin ajralib chiqadigan tuxum hujayra. Endi ayrim holatlarda aynan shu tuxum hujayra chiqmasdan anaboliyat o'rnida sikl bo'lib, ovulyatsiya jarayoni bo'lmasligi mumkin. Ayrim holatlarda aynan shu follikul o'sadi, lekin yorilmasligi mumkin. Ayrim holatlarda shu follikul yetiladi, lekin sekin orqaga qaytib ketadi. Necha yoshgacha bo'ladi bu? Follikul masalan qiz bola onasidan tug'ilganda o'sha 2 millionta tuxum hujayra bilan tug'ilsa, 2-2,5 millionta tuxum hujayra bilan tug'ilsa, nimaga balog'at yoshidan, ya'ni pubertat davridan klimakterik davrigacha bo'lgan davrda 500 ta, masalan 50-55 yoshgacha, mana yuvenilniy davr 13 yoshdan deylik, 12-13 yoshdan 55 yoshgacha 500 ta follikul umri davomida yetilib, yorilib chiqadi. Ya'ni ovulyatsiya bo'ladi. Endi masalan ayrim qizlarimizda shu follikul zaxirasi o'zi onasini qornidan yoki o'ta darajada ko'p berilishi mumkin yoki kam berilishi mumkin. Ya'ni follikul zaxirasi kam qizlar, o'ta darajada follikul zaxirasi ko'p qizlar. Endi follikul zaxirasi kam qizlar klimaksga ertaroq kiradi. Follikul zaxirasi ko'plar klimakterik davr qisqaroq, uzoqroq bo'ladi. Ya'ni 55-60 yoshgacha hayz ko'rib yuradi. Har oy hayz vaqtida keladi. Endi follikul yana nima? Follikul bu sizni bo'lajak bolangiz. U urug' bilan sperma bilan qo'shilsa, embrion hosil bo'ladi. Agar u follikul ajralib chiqmasa, homila ham bo'lmaydi. Nimaga yetilmaydi? Sababi? Follikul yetilmasligini sabablari juda ham ko'p. Bundan bir nechtasini sanab o'taman. Birinchisi yallig'lanish holatlari. Agar organizmda yallig'lanish yuqori bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tuxum hujayrani, tuxumdonni qobig'i vaspaleniya endi yallig'langan va qattiqlashib qoladi yallig'langandan keyin. Va erta tuxum hujayra yetilib, yorilmasligi mumkin. Bu bitta sabab, yallig'lanish holatlari. Ikkinchisi gormonal buzilishlar. Masalan, aytaylik, gormonal buzilishlardan metabolik sindromlar yoki insulin rezistentlik holatlar, buni insulin baland holatda, masalan, ayrim qizlarimizda to'lachadan kelgan qizlarimizda ayrimlarida insulin baland bo'ladi. Shu paytda follikulimiz yetiladi, lekin yorila olmaydi. Buning sababi aynan o'sha insulin baland bu LG retseptorlari bilan bog'lanib oladi. O'rniga follikul o'sadi, lekin yorilmaydi. LG pikka chiqmaydi. Anaboliyat o'rnida sikl ketadi. Shuning uchun SPKA, ya'ni sindrom polikistoz holatlarida follikullar katta yetilgan kattalashgan tuxumdon, lekin yorilmagan, ovulyatsiya sodir bo'lmagan bo'ladi. Bunda ham besplodiyat kuzatiladi. Bunda ham hayz davri buziladi. Faqat semiz qizlarda insulin rezistentik bo'ladi? Ortiqcha vazn bor qizlarda, insulin baland qizlarimizda SPKAni klassik varianti kiradi. Noklassik SPKAda insulin baland bo'lmasligi mumkin, lekin follikul zaxirasi juda ham ko'payib ketgan, ya'ni hozir aytgandek follikullar juda katta tuxumdonda ob'yemi ham kattalashib ketgan bo'ladi. Ikkala taraflama hamda ob'yemni o'zi orqali hisoblaymiz. Buni faqatgina vaginalniy o'zida ko'rishimiz mumkin. Ob'yemni 3 taraflama tuxum hujayrani, tuxumdonni o'lchab. Keyingi sabab endometrioz holatlari. Endometrioz nima o'zi? Endometriozda keling keyingi safar aynan endometrioz haqida to'xtalib o'tamiz. Endometrioz holatida ham anaqa follikul yetishmaydi. Bu ham sabab. Bu ham sabab. Sababi ko'p. Yana bormi? Luf sindrom degani bor. Isbotlangan. Aynan Luf sindrom inglizchada anaqada men sizga tashab qo'yaman. Luf sindromida ham follikul yetiladi, nima deyiladi? Xullas bunaqa. Yetilgan follikul ham sifatsiz bo'ladi.
Sifatsiz bo'ladi, homiladorlik sodir bo'lmaydi. Hammasi sifatsiz bo'ladimi shunda? Sifatsiz bo'ladi. Endi o'sha sindromda. Tushundingmi? Diagnostikasicha masalan qanaqa aniqlanadi? Bittasini aytdingiz, hozir faqat UZI, vaginalniy UZI dedingiz. Ha, follikul yetilib yorilishini, masalan, bir xilga patsientlar kelishadi. Menda har oyda ovulyatsiya bo'ladi. Diagnostik mana qarang. Follikul yetilish va yorilmasligini diagnostikalar. Diagnostikasi ko'p, lekin isbotlanganini aytaman. Bittasi UZI orqali, ikkinchisi qon orqali. Qondan progesteron va L miqdoriga qarab ikkinchi fazada agar ular balandlashsa, demak ovulyatsiya sodir bo'lgan. Ayrim holatlarda masalan yetilib yorilgan bo'lsa, biz ko'rmasligimiz mumkin, topa olmasak. Vaginal UZIda unda qon analiz topshirishadi, balandlangan bo'lsa, demak ovulyatsiya jarayoni sodir bo'lgan. Isbotlanmaganlar qaysi? Isbotlanmaganlar. Ishlatasizlarmi? Yo'q, buni почти ishlatmaymiz. Sabab? Buni men studentlik davrimda o'qiganman, to'g'risi. Sabablar bu 100% ishonchli emas. Lekin juda ko'p ayollarimiz bu usuldan foydalanishadi. Ya'ni LG testlari va keyingisi bazal harorat. Даже hozirgacha telefonimga kelishadi. Mahfuza opa, SMS yozasizlar qizlar, juda ko'p yillar, lekin hammaga ham javob qaytara olmasam xafa bo'lmang. Lekin shu joyda aytib ketaman. Bazal harorat aynan ovulyatsiya davridan keyin balandlashib, agar o'sha balandligicha masalan 37,4, 0,4 gradusga oshishi kerak. Bazal harorat o'lchash umuman oldinga anaqada qolib ketgan, lekin hozir ham qilinadi. Balandlanib, agar homiladorlik sodir bo'lsa, o'sha balandligicha qoladi. Bu orqa ichakka termometr qo'yish orqali aniqlanadigan usul. Lekin bu 100% ishonchli emas. Uni o'zini qonun qoidalari bor, juda ham ko'p. U qonun qoidalar qilish uchun qizlarimiz hammasi bilish kerak. Lekin bu narsa har kuni uni o'lchagandan ko'ra o'zi aniqlagan yaxshiroq. Keyingisi LG testlari. Bitta test pachkasida 5 ta LG testi bo'ladi. Har kuni ertalabki sidikka qilinishi kerak u. Ya'ni hozir aytganimdek progesteron va LG miqdoriga qarab, qonda ajralib chiqish miqdoriga qarab ovulyatsiyadan keyin u ortadi-ku, u sidikda ham namoyon bo'lishi mumkin. Shuning uchun ovulyatsiya testi qaysi kuni yorilganini, u rostdan yorildim bila olmaymiz. Chunki LG testlari follikul o'sayotgan payti, ya'ni ikkinchi fazaga yaqinlashayotgan paytda ko'tariladi. Shuning uchun ikkita chiziq chiqaraveradi, lekin yorilmagan. Neeffektivniy. Tuvan fertilitetida vaginalniy UZI ham bor. Vaginalniy UZI bor. Diagnostik hamma usuli bor. Hamma usuli bor. Bizda ishonchli, nima sababdan ishonchli? Agar nimagadir shubha qilayotgan bo'lsak, biz laboratoriyaga qayta kirib, iltimos, chunki qonlari olingan bemorlarimiz, patsientlarimiz qonlari 3-5 kungacha saqlanadi va saqlangan qondan men agar nimagadir shubhalansam, kirib laborator vrachimizdan qayta tekshiring shuni, men shubhalanyapman desam, bemalol imkoniyati bor. U to'g'ri chiqadimi qayta tekshirilgan qon? To'g'ri chiqadi. Chunki uni biz saqlaymiz. Masalan, aytaylik kimdadir gepatit B chiqdi. Masalan, kimdadir gepatit. U hech qachon umrida eshitmagan gepatit B ni. Menda yo'q edi bu deydi. Lekin qoni saqlangan qayta yana tekshirishni maslahat beramiz. Va boshqa klinikaga borib tekshiradi yoki solishtirib ko'rish mumkin. Shu sababli aniq bilishimiz mumkin. Follikul yetilmay, yorilmaydiganlar bor, ya'ni sabablarni aytishni, o'sha sabablarni davolanish haqida mumkinmi yo o'zi davolanadimi yo'qmi? Agar ayolimizda 3 oy davomida follikulda yetilib yorilishini kuzatishimiz kerak, tabiiy holatda va homiladorlikka harakat qilayotgan bo'lsa, buni kuzatamiz. Yo'q, bitta savolda shu yerda. O'zi follikul yetishib yorilmasligi, umuman homilador bo'lish xohlamasa ham qanaqadir noto'g'rimi? Buni lechit qilish kerakmi, ya'ni davolash kerakmi? Masalan, shu o'rinda aytib o'taman, aynan follikulda yetilib yorilmasligi tabiiy holatda emiziklik davrida bo'ladi. Masalan, shu paytda sizda follikul yetilmayapti, yorilmayapti, keling sizni davolaymiz demaymiz-ku. Ayrim ayollarimiz kelishadi, sirazi bitta farzandi bor, o'sha endi 1 yosh, hali lekin emiziklik, yana tug'ruq, yana homiladorlikni xohlashadi. Lekin u paytda biz sizni to'xtang, bolangizni emizishdan chiqaring, sal ferritinni ko'taraylik, gemoglobinni ko'taraylik, keyin harakat qiling deymiz. Va organizm sog'lom bo'ladigan bo'lsa, agar u doimiy правильный питаниеda yursa, vaqtida uxlasa,
yana nima, hamma biz aytgan tabiiy usullarda qilsaki follikul yetilib yorilmasa, aytganimdek to'lachadan kelgan ayollarimizda insulin baland holatlarida bunda biz insulinni tushiramiz va yana xuddi shunaqa 3-6 oy muddat vaqt beriladi. Agar shu holatda ham follikul yetilib yorilmasa, unda biz davolashga o'tamiz. Follikul yetiltirib yoriltirishda bunda davolash usullari asosan aytganimdek 10-20 ming qadam yurish, vaqtida uxlash, ko'p suyuqlik ichish, yurishda ham faqat nagruzkali yurish bo'lishi kerak. Chunki ayollar aytadi, meni o'zi ishim yurish. Masalan, o'zi men kuniga kam yurmayman, kamida 20 ming qadam yuraman. Yo'q, u yurishga kirmaydi. Masalan, siz yurayotgan paytingizda hozir sal tezlashsangiz yugurib ketayotgandek bo'lishingiz kerak. Ya'ni nagruzka bo'lish kerak, kardio nagruzka. Shu holatda qon aylanish yaxshilanadi, insulin pasayadi va follikul yetilishga sabab bo'ladi. Agar bunda ham tabiiy holatlar qildik, follikul yetilib yorilmasa, unda reproduktologga uchrashishda maslahat beraman va hayzning 2-kunidan biz stimulyatsiya qilishni boshlaymiz. Ya'ni follikulni kichik dozalarda gormonlar orqali follikulni sun'iy ravishda o'stiramiz. Va o'sib agar yorilmasa, hayzning o'sha o'rtasida kelishganda follikulni razmeri kamida 18 dan oshishi kerak, millimetrdan oshgan holatda biz ularga follikulda yoriladigan ukollar buyuramiz. Bu faqat vrach nazoratida qilinadi va yoriladigan ukol olingandan keyin 3 kundan keyin o'ziga qilinishi kerak bo'ladi. Chunki yorildimi, u kistaga aylanib qoldimi, buni faqatgina vrach nazoratida qilinadi. Chunki tashqi ko'rinishiga qarab buyuriladi. Agar masalan to'lichadan kelgan bo'lsa, aynan o'sha ukolni sal yuqoriroq dozada berishimiz mumkin. Ayrim qizlarimiz o'sha har oy o'sha ukoldan olaman yoki menda bu ukol umuman ta'sir qilmaydi deyshadi. Unda boshqa preparatlarga yo'naltiramiz ularni.